Do'qmush programmasining riyosatchisi Joshua Philipp Sharq Turkiston sürgündü hukumat bosh ministri Salih Xudayarni ziyorat qildi. Ziyoratning boshlanish qismida Amerika prezidenti Trump Xitoy kommunist hokimiyatining Uyg'ur musulmonlarga qaratgan siyosatini ochiq irqiy qirg'inchilik deb chakarlaganligini, Demokratlar partiyasining prezident nomzodi Joe Biden namo prezident saylash nutqida Xitoy kommunist hokimiyatining Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qaratgan bostirishini irqiy qirg'inchilik deb chakarlaganligini alohida ta'kidlab o'tgan. Riyosatchi Philipp yana ziyaratining boshlanishidan to'g'ri oxirlashishigacha chet el xabarlarda izchil qo'llanib kelayotgan atalmish Xinjiang atalg'usini keskin turda Sharqiy Turkiston deb atagan. Programma riyosatchisi Joshua Philipp Salih Xudayardan yaqinda Trump hukumatining Xitoy kommunist hokimiyatining Uyg'urlarga qaratgan bostirishini irqiy qirg'inchilik deb chakarlashi xalqarada qanday ta'sirlarni qo'zg'aydi deb so'ragan savoliga Salih Xudayar Xitoy navbatda Uyg'urlarga qarta berayotgan bu irqiy qirg'inchilikni dunyodan yushirib, izchil inkor qilayotgan mushundaq bir paytda Amerikaning o'tirg'i chiqib, kaskin, ochiq shaklda irqiy qirg'inchilik deb o'tirib qo'yalishi, bir tarafdan Xitoyning dunyoni aldab kelayotgan saxt siyosatiga qarta qattiq signal bo'lsa, yana bir tarafdan ikkilanib turayotgan davlatlarga, xalqaro jamiyatlarga nisbatan Xitoyga qarta siyosatini o'zgartirishga, tizdan tadbir qo'llanishga turtkilik rol o'ynaydiganligini so'zlab o'tdi. Riyosatchi yana Salih Xudayardan navbatda Sharq Turkiston yuz berayotgan Uyg'urlarning ahvolini so'raganda Salih Xudayar hozir Uyg'urlarning vaziyati butun dunyoga nihoyat ochiq ayon bo'lganidek, Sharq Turkistonda Xitoy kommunist hokimiyati millionlagan begunoh insonlarni turmalarga, jazo lagerlariga solab, vahshiyona qiynagandan boshqa yana turkumlab Xitoy o'lkalariga o'tkab, zamonaviy qo'l ishchi o'rni ishlatmoqda. Lager sirtidagi Uyg'urlar qattiq nazorat ostiga elinib, erkinlikka bo'g'ilmoqda. Xitoy virusi sababidan uylariga 40 kundan ortiq qamalib qolgan Uyg'urlar ochlikdan zararlanmoqda. Virusning oldini olish bahonasi bilan noma'lum dorilarni majburiy ichiryotdi. Hayoti tahdid ostida qolmoqda. Mazlum Uyg'ur xalqimiz yana qanday ig'ir kunlarni ko'ryapti, buni aniq bilmaymiz. Men egilgan bu uchurlar faqat oshkorlangan uchurlarning bir qismi. Ig'ib aytganda Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning vaziyati bakmo echinishliq dedi.